Assalomu alaykum barchaga. Bugun AP Calculusning limits mavzulari haqida gaplashamiz. Bu mavzu AB'da ham, BC'da ham keladi. Har ikkala qismda, multiple choice qismida ham, free response qismida ham. Multiple choice'da alohida savol bo'lib kelsa, free response qismida esa savol ichida ma'lum bir turdagi savol ko'rinishida keladi. Bugun mavzuda biz o'sha limitlar AP Calculusda qanaqa formatda keladi. Endi ko'pchilik o'zbek kurrikulumdan limitlar haqida tushunchaga ega bo'lishi mumkin, lekin bugungi ko'radiganimiz aynan AP'da qanaqa formatda keladi. Chunki bilamiz, bitta kurrikulumdan boshqasiga o'tgan paytimizda savollarda format o'zgarish bo'ladi. Va o'sha o'ziga xoslik taraflari bor, ya'ni o'sha grafik ko'rinishlarda kelishi, deylik, uzilishlar bilan qanaqadir bir holatlar bor. Hammasini bugungi taqdimotimizda ko'rib chiqamiz. Xo'p, eslatib o'tishim kerak, bugungi videomiz albatta YouTube kanalida siz ko'rishingiz mumkin. Buni YouTube'ga joylaymiz va keyinchalik YouTube kanalimizga yana hamma mavzuni bo'lmasa ham ayrim qiyin bo'lgan, masalan, integration, differentiation, differential equation mavzularini ham aynan shu tartibda taqdimot ko'rinishida video qilish mumkin. Xo'p, taqdimotda nimalar bo'ladi? Nima kutyapsiz taqdimotda? Mavzuni bir boshidan limitlar nima, qanaqa ko'rinishda savollar keladi, hammasini multiple choice'dagi yoki free response'dagi savollarni ko'rsatib o'taman va qanday yechilishi va taqdimotning oxirida savollar banki bo'ladi. U yerda savol kiritib qo'yaman. O'sha savollarning yechilishi ham ikki qismga taalluqli, ham multiple choice, ham free response ga taalluqli savollarni kiritib qo'yaman va oxirida video tugagandan keyin YouTube descriptionda Telegram kanalimizga joylangan faylni, ya'ni limitlar mavzusiga taalluqli savollarni tashlayman. U yerda osondan qiyinga qarab borgan savollar bor va taqdimot bilan tanishib chiqqaningizdan keyin siz o'zingizni sinash maqsadida bir savollarni ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, yana eslatib o'tishim kerak, to'liq formatdagi hamma mavzularni video qilib yozib olingan mavzularni siz AP Calculus darslariga qatnashsangiz olishingiz mumkin bo'ladi. Bu darslarda bonus sifatida beriladi sizga. Ya'ni kim onlayn darslar bo'ladi, o'qituvchi sizga mavzuni shu kun to'liq o'tib beradi, misollar eshittiradi, topshiriqlar beradi, uyga bilan tekshirishlar bo'ladi. Hammasi o'z o'rnida ketaveradi. Va shu kun deylik, birinchi dars bo'lsa, birinchi darsdan oldin sizga limits mavzularni mana shu video tashlab beriladi, siz ko'rasiz. Va video bir mavzudan oldin mavzuga ozroq tayyorgarlik ko'rib turasiz. U yerda onlayn dars bo'lganda mavzu tushuntiriladi, bitta ma'lumot tushuntiriladi, shu ma'lumotga taalluqli savollar yechiladi. Bitta ma'lumot, keyin savollarga yechish boshlanadi. Dars boshqacha, bu yerda to'g'ridan-to'g'ri mavzular ketma-ketlikda tez tushuntirib o'tib ketiladi. Siz darsdan qolib ketdingiz, deylik, qatnasha olmadingiz, nimadir sabab bo'lib qatnasha olmay qolgan paytingizda boyaki onlayn darsdagi zapisni ko'rgandan ko'ra, rekord qilib olingan videoni ko'rgandan ko'ra, bu sizga ma'qul bo'ladi, chunki bu yerda hech qanday uzilishlar yo'q, savol-javoblar yo'q, pauzalar yo'q, deylik. U yerda pauza bo'ladi, chunki bolalarga 10 minut vaqt sizlarga misol yechish uchun 10 minut siz o'tkazib yuborasiz, bir narsa qiyin. Bu yerda hech qanaqa siz nima bo'lmay, ketma-ket mavzularni ko'rib olasiz. Demak, bugungi darsimizni boshlaymiz. Limits mavzusi. Demak, boshladik. Birinchi mavzuyimiz limits. Demak, limitslardan bugun nimani ko'rib chiqamiz degan savol. Demak, limitlarni ko'ramiz. O'sha umumiy approachni, computing limits degan tushunchalar bu haqida ko'rib chiqamiz va umuman o'sha funksiyalarda limitlar bilan ishlashni ko'rib chiqamiz. Umuman olganda barcha mavzularni cover qilib olamiz bugun. Okay, let's move on. Okay, the alternative approach, what's the limits? What's the limits desa, if you given the function given qilinsa bizga, shunda deylik n approach to infinite deydi. N infinite, ya'ni kim cheksizlikka intilganda funksiyani qiymati nimaga intiladi? Nimaga teng bo'ladi emas, nimaga intiladi? For example, f1 equal to 0.3.
f2 0.33, f3 0.333, and so on. If that our f n is infinitely large number, we can identify that 0.3333 and infinitely many times repeated, and we can find this our f equal to 1/3 exactly. Lekin o'sha infinitely large numberga n qarab ketgan paytda bizda funksiyamiz kelib chiqyapti. Aynan 1/3 chiqib qolayotganini ko'ryapsiz. Mana limit aynan shunga o'xshash narsa. Demak, successive terms are getting closer and closer to 1/3 degan xulosaga keldik. Concept of limit. Behavior of a function f(x) when the independent variable x approach a given value. Ya'ni ki funksiyani qiymati haqida gap ketadi. X qanaqadir qiymatga approach qilganda bo'ladi. Misol uchun, what's the behavior of fx as x approach to 2 desa. 2 ga approach qilganda fx nima bo'ladi desa, fx approach qilganda fx ham teng emas, nimagadir approach qiladi. For example, it is given the table if x equal to 1, fx equal to 1, 1.5, 1.9, and so on. We can see here if our x equal to 1.999, the fx equal to 2.99, so on. And we can know that our ifx would be equal to 3 even our x equal to 2. E'tibor qilinglar, 1.999 da shu chiqdi, 2.001 da bu chiqyapti. Bo'ldi. Demak, bu yerda bu nechaga tengligi aniq ko'rib turibmiz. 3 ga tenglayapti. Yoki qanday qilsak bo'ladi? Misol uchun f2 ni o'zini hisoblab qo'yish ham yetarli bo'lardi aslida bu masala uchun. 3 ni o'zini hisoblab qo'ysak ham, shuni o'zi ham yetarli bo'ladi. Aynan bu joyda xuddi shu usulni qo'llasak bo'ladi. Okay, next. Yoki grafikdan tekshirib ko'rishingiz mumkin. 2 ni ana o'zi limitlarda, ana o'zi davomda ko'rib boraveramiz. 2 tomondan, ya'ni chap tomondan 2 ga yaqinlashganda x 2 ga approach qilganda nechtaga teng bo'ladi va o'ng tarafdan approach qilganda nechaga teng bo'ladi degan. Ya'ni bu yerga ko'ryapsizlar, ham o'ng tomondan approachni tekshirib ko'ryapti. O'ng tarafdan mana approach tekshirib ko'ryapti. Mana 2 ga qarab yaqinlashib kelyapti. Ham chap tarafdan strelkasi bor ekan, e'tibor qilmayman. Tekshirib ko'ryapti. 2 tomonni tekshirganda ham haqiqatan 3 ga qarab kelyapti. Endi bu oddiy funksiya edi. Ayrim funksiyalarda bu bir boshqacharoq bo'ladi. Ko'ramiz hozir davomida. The value of a function f can be made as closer as we like to a number L by taking value of x sufficient close to value a but not equal to a when we write. Ya'ni ki o'sha boyaki bundan oldin ko'rganimizda, lekin biz xo'p hisoblab qo'ydik birdaniga. Dedik f ni o'rniga 2 ni qo'yaveraylik, va nima qilamiz bosh qotirib dedik. Qo'yaversak bo'ladi, lekin asli qoidasiga 2 ga yaqinlashib kelsa degan, approach degan 2 ga teng bo'lgan va 2 ga qarab borsa, ya'ni 2 ga chap tomon o'ngdan qarab borishni ko'rsatyapti. Aynan limit shuda. Mana qoidaga ham aytayapti, xuddi shu gapni. U yaqinlashib kelsa nima bo'ladi? Yaqinlashib kelgandagi funksiya yaqinlashib keladigan qiymat deyapti. Xo'p, davom etamiz. Umuman yozilishi, notationlari haqida gap ketyapti. Limit f, ya'ni ki o'qilishini ham bilishimiz kerak. Limit x approach to a, the given function is fx equal to L deyiladi. Yoki bo'lmasa fx approach to L when x approach to a deb o'qiladi. Notation. Umumiy holatda baribir bu ko'proq ishlatiladi. Mana ki. Ammo misal o'zgarish bo'lsa ham farqi yo'q. Endi
umuman o'sha trigonometrik function qatnashganda limit lar ham ayrim joylarda o'ziga xosliklar bo'ladi. Misol uchun limit x approach to 0 sin x over x always equal to 1 or approach to 1. Hozir shu yerda aynan ikki xil usulda evidence ko'rsatyapti. Use numerical and graphical evidence to show deyapti. Ikki xil usul. Numericalni qanday qilamiz? Qo'limizda kalkulyatorimizni olamiz. X ni o'rniga 1 ni qo'yib hisoblaymiz. Ketdi. Mana x ni o'rniga 1 ni qo'yib hisobladik. X ni o'rniga 0.9 ni hisobladik. Va biz 0 ga qarab approach qilib ketyapmiz. 0.01 va hokazo, hokazo, hokazo. Va ko'rishimiz mumkinki bu e'tibor qilayotgan bo'lsangiz 1 ga qarab approach qilib ketyapti. Ya'ni sonni kichiklashtirgan sayin bu 1 ga qarab yaqinlashib boryapti. Ya'ni kim plus minus qo'yapti, ikki tomondan tekshirgan deylik. Mana shu yerda solda number line bu tomondan kelganda ham, bu tomondan kelganda ham, ikki tomondan kelganda ham baribir bu 1 ga, ya'ni funksiyani qiymati sin x over x bu 1 ga approach qiladi. Buni shunchaki bir qoida sifatida qabul qilamiz. Bizning formulamiz bo'ladi. Aynan bu narsa sinus x over x equal to 1 bo'ladi. Demak, bu bittasi numerical bo'ldi. Endi esa o'sha grafikni chizib ko'ryapti. Grafik chizib ko'rayotganda, demak, taxminiy grafik ko'rsatilgan, lekin 0 da aslida bu mavjud emas. Sinus 0 taqsim sinus 0 da ham 0, x 0 da ham 0. Ya'ni 0 taqsim 0 bo'lib qoladi. Va natijada bu bizda o'sha mavjud emas bo'ladi. Ya'ni ko'ryapsizlar, aniq mavjud emaslik bor. Lekin 0 ga intilganda nechiga bo'ladi desa, bu shundoq keladida, ana yaqinlashib, 1 ga yaqinlashib boryapti, bunaqasiga ham 1 ga yaqinlashib kelyapti. Ha, demak x 0 ga yaqinlashganda funksiyamizning qiymati 1 ga yaqinlashar ekan. Aynan funksiya endi bu joyda, aynan shu joyda uzilishi bor deb aytamiz. Ya'ni uzilib qoladi, lekin o'sha 0 ga intilganda 1 ga intiladi deb qaraymiz. Uzilishlar o'zi aslida keyingi mavzumiz. Yana bitta beryapti. Qoida sifatida uni saqlab qo'yamiz. Limit sin p over x. Agar trigonometrik funksiyonlarni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, qo'rqib ketmang. Jabr fojiali emas bu. Juda bir kuchli trigonometrik funksiyonlarni ko'rmayapmiz. Kalkulyatorga urib ishlab ketaveramiz. Xo'p, mana bu yerda ham numerical metod ko'rsatyapti. Birinchi deylik o'sha x 0 ga intilganda bu o'sha funksiyamiz nimaga intilyapti? O'sha e'tibor qiladigan bo'lsak, mana sinus 0 1 da, sinus p da 0, 0.1 da 1 pi chiqyapti. Mana pi taqsim 0.1 1 pi chiqyapti. Yana 0, 0, yana 0. Ya'ni doimiy ravishda bizda qiymatni 0 beryapti. Endi bu yerda 0.02 olsak edik, 0 masal 0 ga yaqin sonlar chiqadi. Endi qulay qilib olinganda, ya'ni 1 pi, 100 pi, 1000 pi, 1000 pi qilib qulayroq qilib olingan va natija har safar 0 chiqavergan. Boshqacharoq sonlar olsak, 0 emas, 0 ga yaqin sonlarni ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ana endi funksiyasini ko'radigan bo'lsak. Ana endi funksiya. Mana funksiyasi mana bunaqa bo'lar ekan buni. Lekin mana shu yerda juda kuchli fluctuation bo'lib qolar ekan. Mana shu yerga shunda kelib yaqinlashib, to'lqinlanib qolar ekan. Bu yerda ham aniq ko'rinib turibdi. Chapdan ham, o'ngdan ham yaqinlashganda funksiyani qiymati lekin 0 ga yaqinlashayotgan ekanligini biz ko'rishimiz mumkin bo'lyapti. Xo'sh, shuni o'chirib tashlamasak. Demak, o'shani ko'ryapmiz grafikda ham. Grafikni qanday qilib tekshiramiz desak, shu yerda bittagina Desmos degan programmamiz bor. Ochib shuni ko'rib ketganimiz ma'qulroq. Demak, Desmosni ochaman, keyin yana zapis davom ettiramiz. Demak, mana shu Desmos degan ilova telefonlarda yoki internetda ham Desmos deb yozsangizlar kelib chiqaveradi. Demak, function topib olamiz biz.
function. Functionlarni bu yerda sin pi over x. Payni qayerdan topamiz? Mana bor ekan. Pi over x. Mana funksiyani ko'rdik. Boyagi fluctuation, kuchli fluctuation chiqdi. Kattalashtirib ko'raversak. Maqsad. Ko'rinmay juda fluctuation kuchayib ketib qolgan, chiziq bo'lib qolgan. Demak, bu yerda ko'rishingiz mumkin, aynan nolga intilayotgan ekanligini. Demak, davom etamiz. Taqdimotimizga qaytamiz. Xo'sh, demak bo'ldi. Demak, ikkita usulda ko'rdik. Yana aynan o'sha usulda bizda birga intilayotgan ekanligini. Xo'p, two-side limits. Ya'ni ki biza boya ham ko'rdik two-side limitlarni. Ya'ni ki bu yerda aynan mana shu yerda bizada x approach to, ya'ni chap tomon bo'yicha x approach to 0 minus, bu tomonda esa x approach to 0 plus, ya'ni ki 0 ga manfiy tomondan intilganda, 0 ga musbat tomondan intilganda degan tushunchani ko'rdik va savollarga ham e'tibor qiladigan bo'lsak, har biriga musbat tarafdan yoki manfiy tarafdan birdan ko'rsatib ketgan. Endi shuni alohida qilib ko'ryapmiz va nima two-side limit deb. Demak, one-side limit, misol x equal to a deb bo'ladigan bo'lsa, o'sha two-side boya aytganimda ikki xil ko'rinishda bo'ladi, chap tarafdan va o'ng tomondan degan ma'noda. Mana bu deylik funksiya berilyapti. X kichik 0 da bo'lsa, demak limit x approach to 0 positive side, right side, or x approach to 0 negative side, ya'ni chap tarafdan intilganda, demak ikkalasida javob ikki xil chiqadi. Bu yerda o'sha two-side limit qaraladi. Nimadachi desa, x approach to 0 ni o'zi desachi, u yerda undefined bo'ladi. Ya'ni ki natija yo'q. O'sha limit x approach to 0 bo'lib, modul x over x bo'lsa, bu undefined. Defined bo'ladi. Demak, shunday xulosa chiqaramiz. Chunki ikki xil holatda ham nima bor? Ikki xil holatda ikki xil bo'lyapti. Mana bu yerda if the value of fx can be made as closer as we like L by taking value of the sufficient close but greater than a. Ya'ni ki plyuslik degani a ga approach qiladi. Qaysi tomondan? A dan katta sonlar bilan kattalashgan 2 ga approach qilsa, 2 ga approach qiladi. 2 plus deb qo'ysa, biza demak boyakidaydi. Qayerda ko'rdik shuni? Mana bu yerda ko'rdik. Mana plyuslik tomondan approach qilish qanaqa bo'lyapti? 2.105, 2.01, 2.05, 2.01 qilib bu tomondan approach qilib kelayotganligi bilan farq qiladi. 2 minus esa 2 ning kichik tomon bilan approach qilib keladi. Yaxshi, qaysi taqdimot? Ana shunday. Davom etamiz. Mana shu ikki xil holatdagi limitlar ham bo'ladi. O'zbek kurikulumlarda aynan uchramaydigan turdagi limitlar bu. O'zbek kurikulumi faqat bitta nuqtadagi bo'ladi. Endi agar boyaki holatda 2x approach to 2 bo'lganda funksiyamiz 3 chiquvdi. Ya'ni ki o'sha 3 chiqib qoluvdi-da, endi 3 chiquvdi 2 ga bo'lganda x 2 ga intilganda. Ana o'sha vaziyatda chapdan ham, o'ngdan ham baribir 3 chiqaveradi javob. O'sha yuqoridagi misolda ham ko'rdik. Lekin bor, o'sha umuman AP da ayrim savollar keladi. Hozir ko'rdik, o'zi uzoq emas, o'sha modul x over x ni ko'rdik. Ikki xil qiymat qabul qilib qolganini ko'rdik. Bunga o'xshash holatlar ko'p uchraydi. Shuning uchun bu kirib kelyapti bizga.
Yaxshi, davom etamiz. Xo'sh, agar deyotibdi does not exist bo'ladigan bo'lsa, xo'p, buni o'tkazib o'raylik, misol bilan ko'ramiz. Anaka. Demak, bizda mana bunaqa limitlar keladi. AP da, ya'ni grafiklar keladi, uzilish nuqtalar bo'ladi. Mana o'zi A da A ga approach qilganda 3 ta qiymat qabul qilyapti. 3 ta qiymat qabul qilyapti shu yerga aynan. Masalan, mana shu birinchi funksiya. Shuni o'zini tahlil qilayotganmiz, yozuv yo'q ekan. Yana bu yerda nima bo'lyapti? Agar FA nimaga teng desa, FA 2 ga teng. Umuman limit if A approach to A bo'ladigan bo'lsa, endi x deylik. X approach to A bo'ladigan bo'lsa, f x'imiz bizni teng bo'lyapti 2 ga. Lekin x approach to A plus bo'lsa, A plus bu tomondan kelyapti. Qiymat nechiga teng bo'lyapti? 1 ga teng bo'lyapti. X approach to A minus bo'ladigan bo'lsa, bu tomondan kelyapti. Va bizda qiymat adashib ketdim. Plus bo'lganda, ya'ni chiziq bu yoqdan kelayotganning hisobiga mana bu 3 bo'ladi. Chiziq bu tomondan kelayotganning hisobiga chap tarafdan kelayotgani bu teng bo'lyapti, 1 bo'lyapti. Demak, mana shunday holatlar bo'ladi. Ko'rib ketaveramiz hozir. Bittasini ko'rdik. Mana ki o'zi aytgan ekan, shu bitta funksiyani aytgan ekan, kim A ga plus tarafdan approach qilganda 3 chiqaryapti mana. Minus tarafdan approach qilganda 1 chiqaryapti. Hop, endi mayli o'tkazaveramiz, keyingilarni ko'raveramiz. Deylik, mana bu funksiya bular qanday bo'ladi? Deylik, mana shu A ga approach qilganda chap taraf, o'ng taraf ham bir xil bo'ladi. E'tibor qiling, chapdan kelganda ham 2, o'ngdan kelganda ham 2. Lekin limit x approach to A bo'lsa, x bu undefined bo'lyapti. Undefined bo'lyapti. Plusida ham minusida ham javob 2 bo'lyapti. Mana bu yerda-chi. Bu yerda f x, demak limit x approach to A bo'lganda bu chiqayapti 3, to'sh nuqtani ko'rsatyapti, bizga 3 chiqayapti. Lekin x approach to A plus bo'lganda, chapdan kelganda ham 2, x A minus bo'lganda ham 2. Mana umuman bir-biridan farq qiladigan holatlar bo'lyapti. Bu yerda hammasi 2 bo'lyapti. Chunki bu funksiya aynan A nuqtada exist bo'lyapti. Mana bu yerga undefined bo'lyapti funksiya. Umuman o'zi bu yer nimachasi bor edi, kommachasi, ya'ni teshikcha bor edi bu yerga. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda teshikcha bo'ladi, shuning uchun undefined, ya'ni plusda ham minusda ham javob 2 ni chiqazaverardi. Yaxshi, davom etamiz. Boyagi tepadagi example'larni ham ko'rib ketaylik. Xo'sh, qayerga qoldi? Mana shuni, bularni ham davomini dars ko'rib ketaylik. Xo'p, mana shu funksiya agar f limit x approach to A bo'lsa, xo'p, sizning javobingiz nima bo'ladi shu yerda? Nuqtalarga qaraymiz. Ya'ni kim teshikcha turgan bo'lsa, demak bu o'sha nuqtada mavjud emasligini anglatadi. Mana bu yerga nuqta to'ldirib qo'yilgan, demak shu, demak 1. Limit x approach to A minus bo'lsa, endi fx la qolib ketibdi tepaga, fx bo'lsa barobar bu ham 1 bo'ladi. Chunki aynan shu nuqtada dot turibdi. Limit
x approach to a plus bo'lsa, endi mana buni yulduzlik davri keldi. 3. Chunki mana chiziq musbat tarafdan kelib, o'zidan katta bo'lgan qiymatlardan kelib, nimaga teng bo'ldi desa, 3 ga approach chiqib qoldi. Bo'ldi. Endi bu funksiya esa limit x approach to a bo'lsa, fx bu undefined. Limit x approach to a plus bo'lsa, ko'ryapmiz 3. Ya'ni kim mana katta o'zidan katta tomondan qarab kelganda qayerga keladi degan savol. Limit x approach to a minus bo'lsa, o'z ko'rinib turibdi bu ham 1. Mana bu bir-biriga o'xshash 3 ta holat, lekin 3 xil vaziyat. Mana bu bilan bu nimasi bilan farq qiladi desa, limit x approach to a bo'lganda bu undefined emas, qiymati bor 2. Qolgan ikkita joydagi qolgan joylari bir-biriga o'xshab ketadi. Yaxshi, bu ekzempllarni ko'rib chiqdik. Bularni ko'rdik. Xo'p, infinite limiters ayrim paytlarda o'sha one side yoki two side limitlar fail bo'ladi deyapti. O'sha bu yerda funksiya ikki xil holatda bo'lishi mumkin. Increase or decrease without bound. Mana shu bitta funksiyani o'zi, 1 over x ni o'zi chap tarafda decrease without bound, ya'ni doimiy kamayish ko'rsatilayotgan bo'lsa, bu tomonda esa increase without bound, doimiy o'sish kuzatilyapti. Ya'ni tepaga qarab, cheksizlikka qarab ketish. Ya'ni bu yerda x approach to 0 qilganda bu infinitely small number, ya'ni mana e'tibor qilsangizlar, mana chap taraf kichiklashib boraveradi. X 0 ga teng qilgan paytda bu infinite, negativ infinitga teng qiladi. Agar right side tekshiradigan bo'lsak, bu 10,000 ga teng qiladi. Va natijada ko'ryapsizlar, ikki tomon ikki xil bo'lib qolyapti. 0 da esa umuman exist bo'lmay qoladi. Endi 0 ga intilganda nima bo'ladi degan savolga o'zi javob topamiz. Agar increase without bound bo'lsa, doimiy o'sayotgan joyi bo'ladigan bo'lsa, ikki tomondan ham, plus tomondan ham, minus tarafdan ham increase bo'lsa, mana boya ko'rdik, increase bo'ladigan bo'lsa, doim o'sha increase tarafi infinitga qarab ketadi. Mana shu joyda ko'rdik shu narsani. Pozitiv infinitga qarab ketadi. Shuni hisobiga bizda aytayapti bu yerga, increase qilsa without bound, ya'ni kim to'xtovsiz o'ssa, bunda right side ham, left side ham infinitga qarab ketadi. Ya'ni kim bu two side limitga endi nima deydi, ikkinchi tarafida, oynani ikkinchi tarafi, ko'zguning ikkinchi tarafi deymi, o'shanga o'xshash narsa. Va shunda x approach to a bo'ladigan bo'lsa, bunda bizga natija kelib chiqadi. Pozitiv infinite bo'ladi, increase qiladigan bo'lsa. Agar xuddi shuni narigi tarafi bo'lsa, decrease qiladigan bo'lsa, left side ham, right side ham negativga qarab ketadi va funksiyani turiga qarab turib, xulosani biza a ga approach qilganda minus infinite deb ketamiz. Deylik, mana misollar, ekzempllar bilan ko'raylik. Va mana bu yerda. Endi ko'rib turibsizlar, o'zi umuman grafikdan qarab tursak, agar a bo'ladigan bo'lsa, a ga plus tarafdan kelgan paytimizda, mana bunaqasiga kelgan paytimizda bu tepaga plus infinitga qarab ketyapti va a minusdan kelgan paytimizda bu a plus, a minusdan kelgan vaqtimizda bu esa mana bu yerda minus infinitga qarab ketayotganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Hop, mana bunga o'xshash funksiyada ikkita tomon ham plus infinite chiqib ketaveradi. Ya'ni kim minus tomondan kelsak ham, minus tarafdan kelsak ham, plus tarafdan kelsak ham bizda baribir natija
plus infinit chiqadi yoki o'sha funksiyani oldiga minus bo'lsa grafik bizga mana bu yoqlarga chiqyapti va natijaga minus infinitni biz ko'rishimiz mumkin. Endi plus sayt ham minus sayt. Xo'p, demak buni ko'rib chiqdik. Endi xuddi hozir bu yerda plus infinit, minus infinitlar haqida gapirgan paytimizda bizga vertikal asimtotlar bo'ldi aslida. Mana bu asimtot degan tushuncha bor va bunga funksiya hech qachon tegmaydi. Yaqinlashadi, qancha yaqinlashsa ham hech qachon tegmaydi. Vertikal asimtotasi bor funksiyalar. Misol uchun mana shu x teng a bo'ladi. Funksiyani chizig'ini nimasi, equationi x equal to a ni o'zi bo'laveradi. Xo'p, ekzemplarni ko'rdik. Vertikal asimtot haqida ko'rdik. Misol uchun mana vertikal asimtot bor funksiyalar beryapti va limitlarni tekshiradigan bo'lsak, hammasiga ham asimtotni a deb qo'yibdi, x a deb. Misol uchun x approach negative infinite bo'lsa, bu negativ tomondan bo'ladigan bo'lsa, bu faqat plus infinitga bo'ladi. Negativ saytdan esa not exist bo'ladi. Bu tomonga umuman funksiya o'zi yo'q. Plus saytdan mana bu funksiyaga plusdan tomondan bo'ladi. Bu pozitiv infinit bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Grafik ko'rsatib turibdi bu narsani. Xuddi shunga o'xshash holat yana. Bu yerga ayni negativ saytidan approach bo'lishi mumkin va natija faqat chiqishi mumkin negativ infinit. Bu yerga pozitiv saytdan approach bo'lishi mumkin va natija negativ infinit chiqarib beradi. Bu yerga pozitiv taraflar mana bu negativ tomoni not exist bo'ladi, buni pozitiv tarafi not exist bo'ladi. Ana endi misollarni yechish vaqti kelibdi. Xo'sh, men sizlarga vaqt bermoqchi edim, hammasini javob berilgan ekan-ku. Böyle tahlil qilib ketamiz. Misollar bor, ko'ramiz hali birgalikda. Pauza qilib ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Demak, birinchi misol x approach to minus 2 ni minusi. Demak, minus 2 ni minusi mana bu tomondan kelyapti. Bu yoqdan kelyapti va natija bizda 1 bo'lyapti. Mana e'tibor qiling, mana shu joy 1. Ya'ni qaysi tomondan kelayotganligi qiziq bizga. Plus saytdan kelsa bu tomondan mana. Plus taraf, ya'ni ikkidan katta tomon tekshiriladi-da plus degan payti. Va o'shanda minus 2 bo'lyapti bizga. 0 ni minus tarafi. 0 ni minus tarafi mana shu tomondan yuriydi, mana shu yoqqa qarab yuriydi. 0 ni minus tarafi demak 0 chiqyapti. 0 ni plus tarafi. 0 ni plus tarafi bunaqasiga kelyapti, mana bu yoqdan kelyapti-da va natijaga buni ko'ryapsizlar, infinit turibdi. Minus infinit turibdi. Mana endi minus 4 ta. Minus 4 ta. Minus 4 chap tomondan kelyapti. Chap tarafdan kelyapti. Nimaga deymi? Qo'yatibdi. Buni hozir ko'ramiz. Hop, oxirgisini tekshirib, plus tarafini tekshirganda grafikda shuni ko'rinib turibdi, qaysi tomonga qarab ketayotganligi, ya'ni infinitga qarab ketayotibdi. Vertikal asimtot deyapti. Ikkita vertikal asimtoti bo'lyapti. X equal to 0 bilan, mana bu chiziq bilan va x equal to 4 ni o'zi bo'lyapti. Xo'p, mana bu yerga not exist demoqchim. Do not exist deyapti. Do not exist. Sabab mana bu yerda vertikal asimtot borligi sabab bo'lyapti. X teng 4 ta minus tarafdan nimagadir teng bo'lishi mumkin bo'lsa edi, demak plus taraf infinitga qarab ketib qolmasdi. Ya'ni kim funksiya nimada bitta qo'shimcha gap ham qolib ketgan bo'lishi mumkin. Bitta qo'shimcha gap qolib ketgan bu yerga.
lekin funksiya Xo'p, yana kim mana shu narsaga to'xtalib qoldim ozroq. DNA bu o'sha do not exist degani nima uchun unday bo'ldi? Biladigan bo'lsa, mana 4 ga yaqinlashib kelgan sari bu fluctuation bo'layapti-da. 4 ga yaqin kelgan paytda bitta tepadan bitta pastdan, bitta tepadan bitta pastdan chiqaryapti-ku javoblarni. Juda yaqinlashib, misol uchun 4.0 1 bo'lganda misol uchun javob chiqayapti. 3 tepadan chiqdi deylik. Yo'q, 3.999 bo'ladi. 3.999 bo'lganda shu chiqsa, 3 chiqsa, 3.998 bo'lganda esa bu 1 chiqib qolyapti. Va natijaga biz shunda aniqini bila olmay qolyapmiz. 4 ga yaqinlashib kelganda bu exist bo'layaptimi yoki yo'qmi degan savolga shuning uchun javob topa olmay qolyapmiz. Shuning uchun not to exist bo'ldi. Yaxshi, davom etamiz. Demak, mana bu yerda ham shunga o'xshash narsa berilyapti. Ana endi ketdik. Demak, 2 minus 2 bo'lganda e'tibor qilsak, bu yerda endi mana minus 2 ga approach qilganda ham left side ham right side ham qayoqqa qarab ketayotganini ko'rib turibmiz. Infinity ketyapti. Qo'rqmasdan infinity qo'ysak bo'ladi. 2 minusga ham 2 plusga. Keyingi savol. 0 minus. Mana 0'imiz bizni. 0 minus. Mana 0 minusimiz bizni kelyapti nechiga qarab? Minus adashdim tepaga-ku. Plus infinity tepaga qarab ketayotganligi uchun mana grafik plus infinityga qarab ketayotganligi uchun plus infinity. Next. Ana endi boyagi fluctuationdan bu farq qiladi. Boyagi fluctuation точно tepaga bitta chiqib, bitta tushib, bitta chiqib, bitta tushib bir tekst joyiga turuvdi. Bitta joyiga turuvdi. Bu yerda fluctuation qisqarib kelyapti, e'tibor qilinglar. Qisqarib kelyapti va natijada bu 2 ga tend qilib kelayotganligini bilishingiz mumkin. Ya'ni kim 0 ni plus tarafidan approach qilganda bu qisqarib kelayotganligini biz ko'rib va shundan xulosa qilishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni qisqarib kelsa, demak o'sha qirra bo'lib o'sha nuqtaga to'xtaydi. Qisqarma bir tekst tepaga chiqib tushgandan keyin shu not exist bo'ladi. Demak, buni ham tushunib oldik. Next. 2 ga minus tarafdan. 2 ga minus taraf mana bu tomon. Demak, bizda javob mana shu joyni o'zi bo'ladi. Nima uchun bu javob emas desa, bu toza 2 ni o'zi bu. Bu x ga approach qilsa shu narsa bilan mana 2 plus ham bu tomonga minus infinite bo'ladi. Yo'q, uni yozmabdi. Yozib beraman o'zim. Limit x approach to 2 desa, fx desa, bunda javob chiqadi. Aynan 3 chiqadi. 3 bo'lyaptimi? Shu 3 chiqadi. Yo'nsa f3 ni o'zi, f3 nechiga teng degan savol bo'ladigan bo'lsa, bu ham o'sha 3 ni o'zi bo'ladi. 2 bo'ladigan bo'lsa, f3 chiqadi. Demak, vertikal asimtotlar haqida so'rayotgan ekan. 3 ta asimtot bor, -2, 0 va 2 ni o'zi ham bizda funksiya asimtot bo'ladi. Funksiyani qanday reprezent qilamiz desa, u bizga unchalik qiziq emas. Chunki ko'ryapsizlar, har xil turdagi funksiyalar joylashtirib tashlangan. Bu oradan bu oragacha bu ma'lum bir orada boshqa funksiyalar joylashib qolgan. Umuman o'zi shunga o'xshash savollar tushadi-da. Ana endi computing. Xo'p, bu narsalar haqida ko'rdik, gaplashdik. Endi umuman olganda o'sha limitlar ustida bajariladigan amallar deyapti. Agar limit fx plus gx bo'ladigan bo'lsa, fx bilan gx ni biz ajratib ishlab ketaverishimiz mumkin. Misol uchun fx L1 ga teng bo'lsa, gx niki L2 bo'ladigan bo'lsa, alohida bu L1 ekan, L2 ga qo'shib qo'yishingiz mumkin. Mana ikkita funksiya bo'lsa, alohida hisoblab ishlashingiz mumkin bo'ladi. Ayirma bo'lsa, ayirib qo'yish mumkin ekanligi.
ko'paytma bo'lsa ham har birini alohida limitini topib keyin ko'paytirib qo'yish mumkin ekanligini aytyapti. Bo'linmada ham xuddi shu qoida bor ekan. Ildiz ostida bo'lsa ham ichkarisini limitini topayapmiz mana va o'shani ildiz ostiga olib qo'yapmiz. Misol uchun mana bu yerda ham shu, ya'ni kim x kvadrat bo'ladigan bo'lsa, x ni 5 ni qo'yib solib qo'yaveramiz shundoq. X ni 5 ni qo'yib solib ketaveramiz. Mana bu ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, agar x ni to'g'ri 3 qo'ysak, nima bo'lib qoladi? 0 taqsim 0 bo'lib qoladi. 0 taqsim 0 ni bilasizmi nima tengligini? Yo'q, bilmaysiz. Shunda biz simplify qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni kim imkon qadar buni simplify qilamiz. X minus 3 ni kvadrati ekan. Simplify qilsa x minus 3 when x equal to x approach to 0, the function approach to 0 bo'ladi. Ya'ni kim dastlabki ko'rinishda bizda o'sha simplify qilishda ozroq muammo bo'lib turadi, lekin bu nima emas. Simplify qilgandan keyin ketib qoladi. Keyingi savol ham xuddi shunga o'xshash savol. Demak, x tend to minus 4 turibdi. Approach to minus 4 turibdi. Agar shuni minus 4 ni qo'ysak, mana bu yerdan factorize qilgan vaziyatini qarasak, x ni minus 4 qo'ygan paytimiz haqiqatan 0 chiqib qoladi ildiz osti. Lekin buni simplify qilamiz. Ya'ni kim factorize qildik tepani, mahraj factorize qildik va 2 taqsim x minus 3 chiqdi va keyin 4 ni qo'ygan paytda biz minus 2 taqsim minus 7 chiqib qoldi. Ana shunday. Keyingi savol ham xuddi shunday, ya'ni suratni mahrajni factorize qilamiz. Agar factorize qilmasdan x ni 5 qo'ysak 0 taqsim 0 bo'ladi. Mana bu yerga ham x minus 5 turibdi, x minus 5 turibdi. 0 taqsim 0 bu bizga javobni bera olmaydi, iloji yo'q narsa qilib bera olmaydi va natijaga biz buni simplify qilamiz. Simplify qilganimizdan keyin aniq ko'rinib qolyapti. X ni 5 qo'ygan paytimiz bu 7 taqsim 0. 7 taqsim 0, ya'ni bu 0 ga approach qilganda 0 ga yaqin sonda qo'ygan paytda infinitely large number ni berishi ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi boyagi gaplar, agar fraction ko'rinishda kelib function surata mana e'tibor qiling, a ga approach qilganda bu ham 0 ga approach qilib, bu 0 ga teng bo'lmasa, q 0 bo'lib, mana bunday bo'lyapti-da qisqasi. Bu 0 bo'lyapti-da tepasi. Tepasi 0 bo'lyapti-da, pasti esa tepasi qanaqadir son, pasti esa 0 bo'lyapti. O'zi aslida not exist deymiz, aynan 0 ga teng bo'lib qolsa, lekin bizda limitlarda 0 ga emas, aynan 0 ga teng bo'lib qolmaydi, 0 ga juda yaqin son haqida gap ketadi va shunda infinite bo'ladi. Agar mahraj o'zi 0 bo'lib qolsa, bilamiz biz uni not exist deb ketamiz. Agar ham surat ham mahraj 0 bo'lib qolsa nima qilamiz desa, boya ko'p uchratdik bu narsani va uni manipulate qilamizda. Ozroq manipulate qilganimiz natijasida javob chiqib qoladi. Uzoqqa emas, bitta qaytib ko'rsak, hammasi 0 taqsim 0 to'g'ri kelyapti. Manipulate qilish natijasida boshqa javoblarga erishib oldik biz. Xo'sh, ana endi bu savol haqida gap ketyapti. Bunda ham xuddi shu manipulate qilamiz ozgina. Ya'ni kim tepani hozir 0 taqsim 0 chiqib qoldi. Tepani esa manipulate qilsak, factorize qilamiz. Square root of x minus 1, square root of x plus 1, square root of x minus 1 bo'ladi va ketadi bu ikkalasi va natijaga square root of x plus 1. Ana endi bu boshqadan yozsak, boshqadan x limit x approach to 1 square root of x plus 1 bu 2 chiqadi javobimiz endi. Demak, ko'rib olishingiz mumkin taqdimotda ham bu narsani. 2 ni chiqazdik. Xo'p, ana endi bu yerdachi solution. O'zi oddiygina savol ekan. 2 plus qo'ygan paytimiz modul borligini hisobiga bu plus infinite chiqadi.
2 minus bo'lsa ham menimcha shuni o'zi chiqaveradi. Ikkinchisi oddiygina hech qanday bir soddalashtirish talab qilmaydigan funksiya. X ni 2 ni qo'yib hisoblab qo'yaveramiz. Xo'sh, mana bu yerda ham bu bir soddalashtirish qilamiz. Qaranglar, tipani factorize qilib tashlayapti. X square minus x raised to 4 minus 1 ni x square minus 1 x square plus 1 yozyapti birinchi. Keyin x square minus 1 yana ochyapti-da, x minus 1 x plus 1 qiladi. Mana bular ketadi keyin natijaga chiqsak bo'ladi x equal to 4. Mana tepadagini ham oddiygina yechib qo'yapti factorize qilib. Xo'p, yana boshqa usullar bor bizda. Xo'p, yana bitta examplimiz bor ekan. Yana kim bu yerda funksiya mana 3 ga bo'lib qo'yilgan. 3 ga bo'lib qo'yilganda ishlab ko'rish. Ana endi, misol uchun birinchisi -2 ga ibrat qilganda desa, ana shu joyga bitta narsa e'tibor qilishimiz kerak bo'layapti. Solution. Ya'niki -2 ga e'tibor qilsangizda ikkita funksiya turibdi-da. Bittasi bu. Ana x -2 dan kichik bo'lganda bu funksiya deyapti. X -2 dan katta bo'lganda bu funksiya deyapti. Va shuning uchun limit ikki tomon tekshiramiz. X -2 ga minus tarafdan, x -2 ga plus tarafdan degan payt ikkalasi ikki xil javob chiqib qoldi. Ko'rasizlar? Demak, natijada bizga umuman 2 ga intilgandagi javob do not exist bo'lyapti. Qachon exist bo'ladi 2 ni o'ziga intilganda desa, shu ikkalasi ham bir xil chiqib qolsa. Mana bu ham bir xil chiqib qolsa biz exist deymiz. Ana endi 3 ga hop 0 ni ko'rib o'tib ketaylik. 0 ni ko'rib o'tib ketadigan bo'lsa, 0 o'zi oddiy, chunki 0 qayerda turibdi? Aynan bitta funksiya bilan turibdi-da u. Ichkarida mana shuni ichida turibdi 0 va bitta funksiya bilan turibdi o'zi. 3 ga keladigan bo'lsak-chi. 3 ga e'tibor qilsak, 3 ni plus tarafi ham, minus tarafi ham bir xil chiqyapti, mana. Plus tarafi ham, minus tarafi ham bir xil chiqyapti va natijaga biz o'sha 3 ga intilgandagi javob 4 deyishimiz mumkin. Yana lekini bor. E'tibor qiladigan bo'lsangizlar, mana bu yerga less than or equal ham deb qo'ygan. Lekin 3 ga equal bo'lgan paytdagi vaziyat mana shu yerda turibdi. Lekin buni left side ni tekshirib ko'rsak yetar, right side ni tekshirmaymiz umuman. Endi bu yerda o'sha mana bu ikkalasi bir-biridan farq qilib qolsa ham baribir javob mana shuni o'zini olishimiz mumkin bo'ladi, chunki tenglik belgisini qo'yib qo'yganligini hisobiga. Yaxshi, davom etamiz. Xo'sh, endi bu minus, plus va 3 ni o'zini so'rayapti. Boya aytganimdek bo'ladi. Minus bo'lganda o'sha x minus 1 ni o'zi qo'llaniladi. X minus 1 ni o'zi qo'llaniladi. Bu yerga javoblar yo'q ekan. Yo'q. Yo'q ekan. Demak, o'sha buni javobi x minus 1 ni qo'llaydigan bo'lsak, chiqyapti 2. Plus ni qo'llaydigan bo'lsak 2 va 3 ni qo'llayotgan paytimizda ham 2 bo'lyapti. Bo'ldi, tushunarli. Ana endi boshqacha ko'rinishdagi variantlar. Agar deyapti, ana bu yerda x approach to infinite plus infinite deyapti. Function qanday behavior, nima qanday o'zini tutadi degan vaziyat bilan qarash bo'lyapti. Mesela minus infinite ga approach qilganda nima bo'ladi desa, endi o'zi ikkalasi ham 0 bo'lyapti. Umuman olganda o'zi
1 over infinitely large number bo'lsa bu 0 chiqib ketadi-da. 1 over x function bilan. Shuni hisobiga bizda har ikkala holatda minus infinite bo'lsa ham, plus infinite bo'lsa ham 0 bo'lyapti yoki mana bu yerga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ya'ni function x infinitega approach qilgan sari functionning qiymati 0 ga infinite qilyapti. Faqatgina u 0 emas, qanaqadir negativ 0 bo'ladi. Bu tomonda esa 0 ga approach qiladi, hech qachon kelib o'sha chiziqqa tegmaydi, asymptot chiziqqa va qanaqadir pozitiv 0 bo'ladi. Bu 0 bilan bu 0 bir-biridan asli farqi bo'ladi. Bu negativ number bo'ladigan, pozitiv bo'lsa bu esa negativ bo'ladi. Xo'sh, endi boyaki birinchi vertikal asymptot bo'ladigan bo'lsa, bu gorizontal asymptot haqida ketyapti. Ya'ni ko'rdik, o'sha chiziq bo'ladi, gorizontalni chiziq bo'ladi va o'sha nomi gorizontal asymptot deyiladi. Ya'ni asymptot degandan keyin bu chiziqqa function yaqinlashadi, lekin hech qachon tegmaydi. Ya'ni asymptotlar o'z turi ikki xil bo'ladi, va gorizontal va vertikal. Misol uchun xo'p, bu qanaqa function desa, o'zbek kurikulumlarda bu fx arctangles deb yoziladi. Mana bunda yoziladi, arctangles x deb yoziladi. Ammo xalqaro kurikulumlarda sin, kosin, tangent deb aytiladi. Teg emasda tangent. Kotangent qanday yoziladi? Kotangent mana bunda yoziladi. Ko'rinishda bo'ladi. Va arc sinus bo'ladigan bo'lsa, buni bizda arc sin, arc cosine degan tushunchalar bor, ya'ni teskari. Buni bizni kurikulumda inverse sin deydi. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri inverse deb o'qiymiz. -1 deb o'qimaymiz. Cosine inverse. Va buni inverse tangent. Xatirga funksiyalardan xabari yo'qlar, qo'rqib ketmaysizlar. Juda bir yuqori narsa o'tayotganimiz yo'q, oddiy narsalar o'tyapti. Endi umuman o'sha inverse tangentni o'zini behavior bor va uni ikkita gorizontal asymptotasi -π/2 da va π/2 da o'sha ikkita gorizontal asymptotasi va o'sha endi limitlar shunga bog'liq ravishda kelsa, unda javoban mana grafikka qarab turib aytib ketishimiz mumkin bo'ladi. Imtihonda kirganda bizda inverse tangent xo'p turibdi, lekin qanday qilib bilamiz desa, sizlarning qo'llaringizda grafik kalkulyatorlaringiz bo'ladi, funksiyalarni grafikni chizib bera oladigan. Imtihonning ikkita qismida kalkulyator bilan kirasizlar va kalkulyator bilan ishlash mumkin bo'lgan savollar bo'ladi u yerga. Grafik chizib bemalol ko'rib ketishingiz mumkin. Endi bu yerda o'sha plus infinite bo'lganda ko'ryapmiz. Mana plus infinite bu yoqqa qarab ketadi va u qayerga tend qilyapti? π/2 ga. Minus infinite bo'lganda bu o'sha minus π/2 ga tend qilyapti. Xo'p, bu funksiya. Funksiyani grafikini mana ko'rsak, grafik tayyor bo'lgandan keyin o'zi bizda muammo yo'q. Endi ko'pincha savollar tayyor grafik ko'rinishida keladi. Tayyor grafikka qarab turib, o'sha asymptotani topasizlar, limitlarni topib ketaverasizlar. Endi bu yerda bir alohida qoidada qilib beryapti. Gorizontal asymptot bu yerga e'tibor qilsa 2 bilan 3 ning orasidagi son va ana o'sha sonni Euler degan odam, Leonard Euler degan odam o'sha sonni aynan 2,71 bir narsa qanday cheksiz ketadigan sonni alohida son deb olgan, I degan son deb olgan va aynan qayerdan kelganligi mana ko'rinib turibdi.
turibdi bizga funksiyani o'sha limit infinitega approach qilgan paytda kelib chiqadigan son ekanligini ko'rishingiz mumkin. Bu exponential TL konstant bo'ladi. Bilasizlar, pi degan son bu. O'sha bu pi'ni o'xshagan bitta son matematikada o'ziga ikkita uchraydi. Bittasi pi, bittasi i. Mana shu son. 2/71 bo'ladi taxminan. Davomi ko'p bo'ladi buni. Aynan shu funksiyada bo'layapti. Menimcha ko'p uchratmaymiz. Uchratgan payt 1-2 marta uchratsak yodimizga qolib ketadi bu narsa. O'sha gorizontal asymptotasi haqida gap ketyapti-da bu, lekin o'sha gorizontal asymptotasi o'zi i bo'layapti. Xo'sh. Boyaki gaplar, ya'ni kim increase bo'ladigan bo'lsa, plyusdan ham, minusdan ham, plyus tarafdan ham, minus tarafdan ham bari infinitga qarab ketadi. Plyusdan ham, minusdan ham infinitga qarab ketadi agar decrease qiladigan bo'lsa hamma joyda. Mana bu misol uchun birinchi funksiyamiz doim increase qiladigan function va plyus tarafga o'zi qarab grafikka qarab ham tursa bo'ladi. X infinitga intilganda y ham infinit, plus infinit, minus infinit. Bu tomonga ham ko'rish mumkin. Ham o'sish ham kamayish joylari bor. Plus infinitda ham, minus infinitda ham plyusga qarab ketyapti. Ham o'sish ham kamayish joylari bor buni. Bu yerda plus infinitga ham, minus infinitga grafikka qarab turib bilish mumkin. Endi mana bu joyni o'zi decrease deb aytayotdi-da bizga funksiya. Mana bu increase qismi deyapti, bu qismini esa decrease qismi deyapti. Decrease qismi deb aytayapti va shuni hisobiga mana bu nima minus chiqyapti. Minus bo'lganda minus. Mana bu esa ikkalasi ham increase qism bo'layapti. Increase qism deb aytayapti. Bunda ham increase decrease deyapti va javobli plus minus shunday farq qilib. Ammo o'zi qoida kerak emas. Eslab qolish shart emas. Grafikka qarab turib javobni topish ma'qulroq. Endi sizlardan baribir qanaqadir qoidani so'ramaydi, grafikni berib qo'yadi. Shu bo'yicha biron bir savol so'raydi. Shunda grafikka qarab topganlaringiz eng yaxshi bo'ladi. Endi limit lowest deyotibdi. Yana kim yonida son bo'ladigan bo'lsa, tashqariga chiqazib qo'yish lazım mumkin. Darajasi bo'ladigan bo'lsa, darajani ham shu limit fx ni o'zini nimasini topasizlar, limit topasizlar, tashqariga n ni keyin darajaga oshirsak ham bo'ladi deyotibdi. Xo'sh, bu yerda ham o'sha x ni n-chisini chiqazib qo'yib deyotibdi. Keyin limit qilsa ham bo'ladi deyapti. Bu ham. Xo'sh, buni hozir misollarda ko'ramiz. Masalan, mana shuni hisoblashni so'rayapti bizdan. Nima qilamiz? Buni yo'li, suratni ham, mahrajni ham x ga bo'lib yuborish. Ya'ni kim 3x plus 5 taqsim x taqsim 6x minus 8 taqsim x. 3 plus 5 taqsim x bo'ladi va bu 6 minus 8 taqsim x bo'ladi. Va natijaga agar x approach infinite bo'lsa, mana bular 0 chiqib ketadi. Va natija 3 taqsim 6, 1 taqsim 2 chiqib qoladi. Mana kelib mana shu yerga limit qo'yapti. O'zi 3, endi bunga shart emas, x yo'qligi uchun o'zi chiqadi. Mana bu 0 bo'lib ketadi. Mana bu qismi 0 bo'ladi va 3 taqsim 6 natija 1 taqsim 2 chiqib qoladi. Mana shunday usul ham bor. Mana bu yerda nima qilamiz desak, bitta o'ylab ko'ring, nima qilamiz? Aynan hisoblash uchun infinitga tend qilyapti. Agar surat mahrajiga infinitni qo'ya olmaymiz, suratga qo'ysak ham infinit chiqib ketadi, mahraja qo'ysak ham infinit chiqadi. Lekin bizda usul bor. Boyagi yuqoridagi usulga o'xshash bitta usul qidiramiz. Mana shu yerda qo'llanilgan bitta usulni qidiramiz. Ya'ni surat mahraji bir xil nimagadir bo'lib yuborish va keyin javob olishingiz mumkin bo'ladi.
agar o'ylab ko'rgan bo'lsangizlar, bu surat va mahrajni x kubga bo'lib yuborish edi. Chunki o'sha eng yuqori terimiga e'tibor qaratamiz. Nima? Kubmi? Kubga bo'lib yuboramiz surat va mahrajni. Va natijada kelib ko'ryapsizlar nima bo'ldi? 1 taqsim x, 1 taqsim x kvadrat, 1 taqsim x kub. Va mana bu qism to'liq 0 chiqib ketadi. Infinit qo'ygan paytda x 0, ya'ni 1/2 o'zi chiqib qolyapti. Endi aynan shunga o'xshash vaziyat kelganda nimaga bo'lish kerak deb bosh qotirib o'ylab o'tirmasdan eng yuqori darajalisiga qaraymiz. Ya'ni tepa va pastni bir-biriga bo'lib yuborayotgan paytimiz darajalari teng bo'lishi kerak, o'sha ko'p xat polinomiallarni kub bo'lishi kerak. Va keyin bo'lib olsak bo'ladi. Agar bittasi kub, bittasi kvadrat turgan bo'lsa, demak uni faktorize qilish kerak bular yuqorida ko'rgan usulimiz bilan. Ya'ni biz ikki xil usul ko'rdik hozirgacha. Xo'p, mayli, qoidalarni o'tkazib o'ramiz. Yana endi mana bu narsa. X ning 6-chisi plus 5 bu. Infinit, agar to'g'ri infinitni qo'yadigan bo'lsak, bo'lmaydi. Nimadir ish qilishimiz kerak. Bizga o'zbek kurikulumda bitta ko'rgan narsamiz bu rationalization degan tushuncha bu. Bu irratsionallikdan qutqarish. Ya'ni bizda 1 taqsim ildizosti 2 bo'lsa nima qilamiz? Ildizosti 2 ko'paytirib bo'lamiz. Va ildizosti 2 taqsim 2 bo'ladi. Deylik, masalan 1 taqsim ildizosti 2 minus 1 bo'lsa, xuddi shuni plyusga ko'paytirib bo'lamiz. Bu 2 minus 1 bo'ladi va natija ildizosti 2 plus 1 bo'ladi. Xuddi shunga o'xshash ish qilib yuborilyapti bu yerga. Mana shu turibdi. Shuni plyusligiga, ya'ni o'rtasi plyusligiga ko'paytirib bo'linyapti. Keyin nima bo'ladi? Ko'paytirib bo'lgandan keyin aynan chiqib qolgan narsani ko'rish lozim-ku. Suratda o'sha x ning 6-chilari ketib 5 ga ketadi va natijaga x tend to infinite bo'ladigan bo'lsa, mahraj infinitga qarab ketyapti, chunki bu yerda plus. O'zi boshqa ish kerak emas edi. Mana bu ishni qilish ham shart emas. Shuncha infinitni qo'ysak, mahraj o'zi mana bu o'rta plus bo'lganning hisobiga infinit keladi. Mana bu yerga nima uchun infinitni qo'ya olmaymiz? Infinit plus 5 ildiz olinadi va kub ayrilgan paytda shubha paydo bo'lib qoladi. Kichikroq son chiqishi mumkindir, balki mana infinitga 5 ni qo'shsak infinit, ildizosti infinit minus qanday infinitga large numberni kubi bo'ladi va shubha paydo bo'lib qoladi. Bizda ayrilayotgan payt balki biron bir son chiqib qolar, infinitlar bari kichrayib son bo'lib qoladi degan shubha bor edi. Yo'q, endi ayirma bo'lganligi uchun shubha bor edi-da bizda. Endi bu yig'indiga aylanib qoldi-da. Infinitely large number plus infinitely large number baribir infinitely large number chiqaradi va natija 5 taqsim infinitely large number. Infinitely large number 5 ning infinitely large numberga bo'lgan payt natija 0 chiqaveradi. Oradagi ish kerak emas edi aslida. Endi trigonometrik funksiyonlarni ko'rib o'tamiz. O'sha trigonometrik funksiyonlar mana o'zi sin funksiyoni grafiki xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Va ikkinchi xil funksiyon bor. Bizga boya ko'rdik, i degan son ko'rdik. Ya'ni 2.71 Euler tomonidan topilgan. Exponential deydi buni. E raised to x ko'rinishda keladi. O'sha funksiyani grafiki berilyapti bu yerga va buni misol uchun plus infinit bo'lganda mana bunaqasi ketganda e raised to x mana plus infinit bo'lganda bu ham tepaga chiqib ketyapti mana. Lekin minus infinit bo'lganda bu 0 ga qarab ketayotganligini ko'rishingiz mumkin. Sinusda ham shu narsani ko'rsatdimmi? Yo'q, sinusda ko'rsatmadi. Funksiyaga qaraymiz va plus infinit ketgan haqiqatan gorizontal asintotasi bilan ular qarab ketyapti. Umuman o'zi
EX bilan ln x larni mana behaviorlarni ko'radigan bo'lsak, bular bir-biriga o'zaro invers bo'lgan, teskari bo'lgan funksiyalar hisoblanadi. Grafiklari shunday ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, grafik ko'rinishda berilgan o'zi. Grafikka qarab turib, misol uchun ln x deylik, buni ln x deb o'qiladi. 0 plus bo'lgan paytda natija grafikka qarab turib bilamiz, infinite negativ. 0 plus bo'lganda esa tepaga qarab ketadi bari funksiya. Shuning uchun plus x ga qarab ketib qoladi. Xo'sh. Ana endi mavzuni oxiriga yetib kelamiz. Endi sizlarni yulduzlik damlaringiz yetib keldi va men sizlarga ozroq vaqt beraman. Videoni shu yerga shunda pauza qilasiz va misolni yechasiz va keyin javoblaringizni tekshirib ko'rasizlar. Men endi to'xtamasdan ko'rsatib ketaveraman, videoni pauza qo'ymayman. -6 ga intilganda, -6 ga mana bu qism bo'lyapti. 7 -6 4 ko'paytirilgan -6 bo'lyapti. 24 31 chiqadi. Xo'p, bu yerga 1 ga intilganda deyotibdi. 1 ga intilganda faqat tekshirib ko'rishimiz kerak. 1 ni ikkalasiga ham qo'yishimiz kerak, chunki 1 o'rtaga tushib qolyapti. 1 minus tekshiramiz. Bu tomonda 3, 1 plus tekshiramiz. 3 demak, bu ham 3 bo'lyapti. Xo'sh, yana o'sha gap sizlarga. Videoni pauza qilasizlar va yechib javoblaringizni tayyorlab turasizlar va keyin javobni ko'rib olasizlar. Vaqt ketdi. Demak, 1 plus deyotibdi. 1 plus. Mana ke 1 plus tarafi mana 1 ni. Mana shu yoqdan kelyapti. -3 bo'lyapti bu. Demak, o'zi nima multiple choice ekan bu. Bu savollar real exam question studentlar. Buni bilib qo'yinglar. Xo'sh, keyingi savol. Limit x approach to 1 deyapti. Mayli, o'ylab ko'rishlaringiz uchun sizlarga ozroq vaqt. Demak, buni javobi D javob 0 emas. Sabab bor ekan, yo'q sabab tushuntirib ketishim kerak. Kim sabab ikki xil holatda biza tekshirib ko'rishimiz kerak bo'ladi buni. Qachon exist bo'ladi? The limit x approach to 1 minus tekshiramiz. Limit x approach to 1 plus tekshiramiz. Ko'ryapsizlar, ikkalasi bir-biridan farq qilyapti bu yerga. Sin 0 taqsim sin 0. Umuman o'zi bir minusda undefined bo'lyapti, not exist bo'lyapti. 0 bir qo'ygan paytimiz. Sinus 0 dan 0 ga teng. Umuman bu 0 taqsim 0 umuman not exist bo'lib qolib turibdi ko'rinishda. Buni yechsa bo'ladi. Darslarimiz davomida aynan javobi buni darslarimiz davomida emas, bugungi darsdan. Yo'q, menimcha keyinroq ko'rasizlar. Uni javobi -7/2 chiqadi aslida. Keyinroq ko'ramiz. Menimcha vaqti bor, bu o'zi bitta alohida teorema bor, yechish uchun o'sha teoremani ko'ramiz. Va keyingisini ko'radigan bo'lsak, 1 plus bo'ladigan bo'lsa, 1 minus 3 plus 9 taqsim 2 bo'lyapti va bu 7 taqsim 2 ni o'zi chiqyapti. Ana shundan bilyapmizki, javob no exist bo'lishligini. Agar ikkalasi teng bo'lganiga edi, ikkalasi ham 7 taqsim 2 chiqqanida edi, buni biz 7 taqsim 2 deb javob ketsak bo'ladi. Xo'sh, mana shu narsani kelib chiqishi differentiation bilan bog'liq bo'lganligi uchun hozircha -7 taqsim 2 ni kelib chiqishi differentiation bilan bog'liq bo'lganligi uchun hozircha tushuntirib bermay turaman. Differentiation mavzusini o'tib tugatganimizdan keyin alohida teorema bo'lib keladi. O'sha vaqtda men sizlarga
tushuntirib o'tib ketaman. Qanday topilishi og'zaki topib ketiladi, juda oddiy narsa. Faqat hozir emas ekan. Davom etamiz. Demak, yana sizlarning vaqtlaringiz, sizlarga misolni javobini chiqargunlaringizgacha vaqt pauza qilasizlar va javobni belgilab aloqaga chiqasizlar. Demak, buni javobi A javob bo'lmasligi aniq. 0 taqsim 0 bo'lmaydi. Buni nimadir manipulate qilishimiz kerak bo'ladi. Boya bitta usul ko'rdik. O'sha rationalizing qilishga o'xshash. Ya'ni ildiz x plus 1 plusligiga ko'paytirib bo'laylik shuni. Ildiz x plus 1 plus ildiz 3 ga ko'paytirib bo'laylik. Va surat nimaga aylanib qoladi? X plus 1 ko'paytirgan payti bu minuslik, bu pluslik, aynan minus 3 xuddi shu ko'rinishga o'tib qoladi. Mahraj o'zini yozib turamiz. X minus 2 ildiz x plus 1 plus ildiz 3. Mana bu x minus 2 chiqayapti, ketadi va natija mana shuni o'zi qolayapti. 1 taqsim ildiz x plus 1 plus ildiz 3. Ana endi x o'rniga 2 qo'ysak bo'ladi. X o'rniga 2 qo'yadigan bo'lsak, 1 taqsim 2 ildiz 3 degan javob chiqyapti. Bu yerda u javob yo'q, faqat oz kichkinagina manipulation kerak bo'lyapti. Ildiz 3 ga ko'paytirib bo'lsak, bu ildiz 3 taqsim 6 ga aylanib qoladi. Javobimiz bizda B javob bo'layapti. B javob to'g'ri chiqdi. Ana shu ekan bugungi mavzuyimiz. Keyingi mavzuyimiz bilasizlar, continuity. Continuityga doir ayrim elementlarni ko'rib o'tib ketdik, faqat nomini aytmasdan. Mavzuni tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Bu yerda kamchiliklar bo'ldi, o'zim ham sezdim. Kamchilik bo'ladi dars o'tish jarayonida. Savol-javob bilan to'g'rilaysizlar. Sizlar o'sha onlayn darsda qatnashga berilasiz. O'qituvchi yana mavzuni tushuntirib beradi bir marta. Va tushuntirib berish jarayonida sizlarga qisqa o'sha savollar yechilishlarini ko'rsatib ketadi birdaniga. Va bu sizlarga shunchaki bonus sifatida taqdim etiladi doimiy ravishda. Shuni hisobiga bu yerda bo'lgan kamchiliklarni narigi onlayn darsda to'ldirib olasizlar. Hammaga sog'lik, sog' bo'linglar. Keyingi darslarda ko'rishguncha.